tadbirlarimizni hammamiz uchun manfaatli bo'lishini o'zing nasib etgin. Vaqf xayriya jamoat fondidan bizga ma'lum qilishlaricha 20 nafar o'zbekistonlik farzandlarimiz tanlab olinib Malayziyaga o'qishga yuborilyapsiz. Imom Buxoriy nomidagi ta'lim muassasasiga. Mana bu yonimizdagi Toshkent Islom instituti nomi ham Imom Buxoriy. Malayziya bizdan adashmasam bir 8 soat uchadi samolyot. Uzoq joy. Lekin o'sha o'lkalarda ham Imom Buxoriy, Imom Termiziy, Imom Matrudiy kabi bizning ajdodlarimiz e'zozlanganlar. Shuning uchun ham ular o'zlarining ta'lim muassasalariga bizning ajdodlarimizni nomlarini qo'yib, shundan iftixor qiladilar. Sizdan boshqa mamlakatlardan kelganlar ham bo'ladi u yerda. Lekin sizga bu bolalar Imom Buxoriyning yurtidan kelibdilar deb alohida e'tibor qaratadi. Aynan prezidentimiz ta'limga juda ham katta urg'u beryaptilar. Sharoit qilib beryaptilar. Kerak bo'lsa uni amalga oshishini so'rayaptilar. Sizni bugun inshaalloh o'sha xorijiy mamlakatlarga ta'lim uchun jo'natarkanmiz. Albatta bu xabardan yurtboshimiz xabardor bo'ladilar. Chunki bu xayrli ishlarning tepasida o'zlari turibdilar. Shuni qadrini yeting, g'animat biling. Ilm yo'li bu jannat yo'li. Mana hozir uzoq yaqindan keldinglar-a? Ana shu bosib kelgan yo'llaringiz ham jannat sari yo'l bu. Niyatni yaxshi qilib olaylik mana shu joyda o'zida. Siz unutmang, sizning orqangizda O'zbekiston degan bir katta davlatning sha'ni turibdi. Qolaversa, orqangizda mana bu sizni kuzatgani kelgan ota-onalaringiz, qavm qarindoshlaringiz, Vaqf xayriya jamoat fondi, O'zbekiston musulmonlari idorasi turibdi orqangizda. Alloh taolo har biringizga yor madadkor bo'lsin. İnşallah ko'zlagan maqsadlardan ham ziyodasiga muyassar bo'ling. Alloh o'zi ilmli, ilm rabboniylari bilan siylasin. Yaxshi ta'lim olish baribir investitsiya talab qiladi. Yaxshi ta'lim olishga hammani ham qurbi yetmasligi mumkin. Lekin O'zbekiston musulmonlari idorasi huzuridagi Vaqf xayriya jamoat fondini Malayziya bilan hamkorlik qilishi, ehtiyojmand oilalar farzandini ixtiyoriga qarab tanlab olinishi, 20 nafar demak nomzodlarimizni talaba bo'lishi bu juda katta yutuq. Hozir biz kelishuvimizga asosan mana shu yoshlarimiz to'liq grant asosida Malayziyaning o'sha Al-Buxoriy International University degan universitetida ta'lim oladilar. Shu bilan birgalikda yotoqxona bilan ta'minlanadilar va har oyda oylik stipendiya bilan ham ta'minlanadilar. Men Jizzax viloyati Annasoy tumanidan keldim. Farzandim qizimni o'qishga jo'natyapmiz Malayziya davlatiga. Juda ham xursandmiz. Men ota-onalar hammasi yerga yig'ilishgan, mana hammasi har xil viloyatlardan kelgan. O'zbekiston musulmonlar idorasi qoshidagi Vaqf fondiga katta rahmat. Farzandimizni mana bugun kuzatyapmiz o'qishga. Alloh nasib bo'lsa, yorug' yuz bilan yaxshi bilim olib, inshaalloh O'zbekistonga qaytib kelib, yaxshi kadrlar bo'lib yetishishini so'raymiz. Malayziyaning Al-Buxoriy xalqaro universitetiga 100% grant asosida qabul qilindim. Shu boisdan prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevga kattakon rahmat aytaman. Bizga shuncha shart-sharoitlarni yaratib, doimo yoshlarni qo'llab-quvvatlaganliklari uchun. Keyin O'zbekistonning Malayziyadagi elchixonasi xodimlariga, Vaqf xayriya jamoat fondiga, barchasiga kattakon rahmat aytaman.